Kim hurmatli ahli Instagram, ahli bizlarni kuzatayotgan barcha insonlar, nasib qilsa biz Sirdaryodan ancha belqa chiqib kelib qo'ydik. Albatta hozirgi paytda nima deydi? Mehmonxonaga joylashganmiz. Albatta o'ziga yarasha charchoqlar bo'ldi. Sovuq, lekin haddan ziyod o'tib ketdi. Bizlardan Mahmud ukamizdan Alloh rozi bo'lsin. Aka, ko'chada yurishni to'xtatingizlar. Qayerga ketayotgan bo'lsalaringizni to'xtab turib, bir kirib mehmonxona bo'lsa ham dam olingizlar deb turib hozir. Endi bu ukamizni maqtash emas, chunki qilgan savobini aytishimiz kerak. Avvalambor mana shunday ukalarimiz bizlar so'ragan uchun kattakon rahmat. Hozirgi paytda manaki mehmonxona bir amonlab kelib oldik. Erta kechgacha biz Toshkentda bo'lamiz. Inshaalloh Xudo xolasa, erta kechga Toshkentga borib, keyin kechga To'dabiratda Samarqandga qaytib ketamiz. Chunki nima uchun qaytib ketasiz deganlarga, chunki juda srochna ishimiz chiqdi albatta o'ziga yarasha. U o'zimni muammom eng avvalo ertaga srochna Toshkentdan Samarqandga qaytib ketaman. Inshaalloh Xudo xolasa safarimiz erta kechga nasib qilsa yakunlanib qoladi o'zi. Bizni qo'llayotgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga addishi rahmat. Chunki mana shu musofirga chiqdik albatta piyoda. Chunki yo'llarda ko'p insonlar ko'rdi, qanchadan qancha insonlar videolar qildi, boshqa bo'ldi. Albatta nasib qilsa, Xudo xolasa biz erta kechgacha Toshkentga kirib boramiz. Xudo kuch-quvvat bersa, manaki biz ancha oldinlab ketganmiz albatta. Chunki to'xtaganimiz yo'q. Birinchi ochirib qarib 20 kilometrda bir dam olyapmiz. Avvalambor hamma bizni qo'llayotgan insonlarga kattakon rahmat. Inshaalloh ertaga kechga Toshkentga kirib borib video chiqaramiz. Ya'ni yo'lda harakat qilamiz chiqarishga, lekin sovuq juda kuchli. Mana shu yerga kirib kelganimiz eng katta baxtimiz bo'ldi. Mahmud akamizga katta rahmat, chunki aka nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha mablag'ingizni taylab beraman, faqat iltimos to'xtang. Kirib damda o'ng bo'ldi. Shuncha harakat qildingiz. Agar sizdan boshqa inson bo'lganda aktiv yig'ish uchun juda ko'p ishlar qilardi. Haqiqatan gap rost bo'ldi. Biz yetib keldik. Nasib mana shu mehmonxonaga joylashganmiz hozir. Jizzax anodan chiqish, Sirdaryodan chiqqanmiz o'zi. Juda lekin avgar holatda chiqib keldik. Kattakon rahmat sizlarga. Inshaalloh ertaga kechgacha biz Jizzaxga kirib boramiz. Toshkentga kirib boramiz. Va kirib borganimizdan bitta poz joylab Samarqand qaytib ketamiz. Albatta Samarqandda ham video chiqaramiz. Hozir bizni qo'llagan insonlarga katta rahmat. Eng avvalo savobni albatta qilish kerak va savobni qilgan insonni ham tanish ham, bilish ham kerak. Biz maqtaganimiz yo'q, faqat yordam qilgan insonlarni aytib o'tyapmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.